Ashlavaka ko'rganmisiz aka? Salom. Qarang, 5 ta savol beraman. Agar to'g'ri topsangiz, sovg'angiz bor. Birinchi savol. Buni ta'mi uchun 40 yil yotardim deb Po'lat Alandar ta'rif bergan eng sevimli taomi nima? Meni. Oo, Minimi. Nima edi o'sha oti? Yo'q, bilmayman, kam to'g'risi. Melaman. Shuni qiladigan bitta xotin bo'lsa, dangasaligiga qarab o'tirmasdan uylanardim. qara, ikkinchi savol. Sulaymon Chaqirri singlisining oti nima? Daryo. Dunyo. Daryo. Eve gelirken de ekmek almayı unutma. Unutmam. Kengashi pullari va moliyaviy ishlarni boshqaradigan insonning oti nima? Suv yo'lidan olib keladigan bosh kal odammi? Lazio qurolga qaraydi. Qilich o'ng qo'li. Xo'sh. Ixlam urishadigan. Sendeki bu kemalat. Serialda eng ko'p haqorat eshitadigan Erdalni otasining ismi nima? Lan it deydi-ku. Sen itsin oğlum. Abuzar. Po'lat Alandar bitta qahvaxonaga kirib, ettigiliga bosim qiladi. Chiqib ketayotganda pechkaga bomba tashlab ketadi. O'sha qahvaxona kimniki edi? Konflikt bo'ladi Chaqir bilan Jarroh Pasha. Ha, gap yo'q, gap yo'q. Oka, bu Icen Gold'di. Gold degan to'plami. Bu premium. Siz uchun maxsus qaymoqligi, shokolatligi, fistashkali xullas assortiment hammasi katta, eng sifatli mahsulotlardan tayyorlangan. Iftorligiga ham zo'r variant aka. Chotki, gap yo'q, rahmat.